Bu bolajonimizda gipermobilniy sindrom bor, ozgina bo'shlik bor. Tonuslari juda ham baland. Shuning uchun biz bu bolajonda hozir gidrovanna qilamiz. Bu bolajonimizda hozir mana gidrovanna vaqti tugadi. O'chiramiz, buni olamiz. Endi bu bolajonni bitta yaxshilab ustilaridan toza suv quyib yuboramiz. Gidrovannadan olgandan keyin bolajonlarni bitta chayib tashlaymiz yaxshilab. Bu bolajonimizda hozir displaziya ham kuzatilgan, shuning uchun displaziyaga ham moslab turib, ham displaziyaga, ham tonus yozuvchi, ham orada buni yaxshilab pishiruvchi massajlar qilib ketamiz. Bu bolajonimizda emelash orqada qolyapti, emelash kechikyapti, to'g'rirog'i. Shuning uchun bu bolajonda emelash uchun reflekslar paydo qilyapmiz biz.